Ehtiyot bo'l. Nima qilyapsiz o'g'lim? Somon tashlayapman. Soldingmi somon? Berdingmi? Assalomu alaykum ku. Menga qarab. Assalomu alaykum qilmaysiz o'g'lim? Alaykum assalom o'g'lim. Nima ish qilyapsiz? Ishtaqa ish? Ha, bo'pti. Ayva, bunday qiling, salom qiling. Mana, beror mollarni qarab. Yaxshilab qarang, xo'pmi? Yaxshi qara. Xo'p, dadajon. Assalomu alaykum. Qubbon Chorva kanalining aziz obunachilari, biz uchun doim aziz bo'lgan, biz uchun har doim aziz bo'lib kelgan bizni aziz muxlislarimiz, hurmatli aka-uka, opa-singillar, hurmatli hoji ota, hoji onalarim, tinchmisizlar, omonmisizlar? Ro'za-yu Ramazonlarda mana intiqlik bilan kutdik. Xudo xohlasa ro'zalar ham mehmon bo'lib qolyapti. Sizlar bilan chiroyli bitta video kontent orqali gaplashishim keldi, chiroyli mollar ko'rsatgim keldi. Doim video qilib kanalga joylab, kanalni rivojlantiraman deyman, lekin hech vaqtimiz bo'lmayapti. Mol keldi, ketdi, oldi, sotdi bo'lib. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida, Quvani deyarli sentrida. Bunaqa sho'x novvochcha ham baqib qo'ygan. Tush jonim, tush. Xudo xohlasa chiroyli qilib sizlarga mana shu videolarni yoritib boraman. Inshaalloh manfaatli video qilamiz. Ular shvedlar mana. Xullas, bu joyda 3 ta molimiz sotildi. Qashqadaryoga sotdik. Chiroyli qilib ularni video kontent qilib ko'rsatmoqchiman, sotilgan narxlarni. Doim kuzatib boringlar, xudo xohlasa. Arzimas mehnatimizga yerdan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan bittaman. Xudo xohlasa doim kelgan, ketgan mollarni videolarini chiqarib ko'rsatib, sizlarga yaxshi chiroyli mollar narxlari, yurish-turishi, sog'lik salomatchiliklar haqida gaplashib boramiz. Chorva haqida gaplashamiz. Bizdan bir kun oldin chiqqan bo'lsa ham hammalarini ustoz deb qabul qilamiz. Nimagaki bu ishlar kimdan qoldi, kimdan qolmadi. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Ya'ni nima haqida gapirmoqchiman? Bir kun oldin chiqqan savdogarlar haqida gaplashmoqchimiz. Biz bloger basmiz. Faqat o'zim mollarimni qiziqishga chiroyli videolarga olib sizlarga ko'rsataman. Bu molimizni 8 kurak, 3-bolasi. Bolasi bu ko'cha yangi tuqqan. 5 kunlik bolasi, 6 kunlik bo'ldi bugun. 15 litr sut sog'ilyapti. Xudo xohlasa sinaqdan o'tkazib sotuvga chiqaramiz, narxlarni keyin yoritamiz. Bu molimiz bo'g'oz, 6 kurak. Xudo xohlasa ikkinchi bolasini tug'adi. Kimdir Eston deydi, kimdir Qizil deydi, bilmayman endi. Merinlar ishira belinlar solyapti. Xudo xohlasa kunligi qo'ygan bo'g'oz. Buni narxini aytadigan bo'lsam, sizlarga 26 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. Chiroyli narx-navolarda qirmay netmay chiroyli qilib sog' salomat qilib borib beraman. Endi mana bu shved tomosha qilinglar. Ana chiroy. Qirg'izistondan kelgan shved mol. 4 kurak tishi. Mana kelinlar. Maqtasa maqtaydigan, har qancha ta'rif bersa ko'taradigan bu. Mana orqa tomondan ko'rinishlar, tamg'asi ham bor Qirg'izistondan keyin. Birinchi tug'maxonachi. Ana elinlar janob. Qanaqa ekan bir tomosha qilinglar-chi yana. Chandirdan qaranglar. Xudo xohlasa juda go'zal sigir bo'ladi, maza qilsin. Olgan odam yayrasin deymiz, biz rozi bo'lib baraka qilamiz. Kimga sotsak ham, arzonga sotsak ham, qimmatga sotsak ham. Mana bu molimiz. Kechasi tug'di. 4 kurak buni ham birinchi bolasi. Haqiqiy mana toza shved degani shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Ana kallalar. Yonivor sog'ib, o'g'izdan sog'ib olib mazza qilib yemayapti onasi.
Onasi xunajincha tug'di. Mana bu Shvedni go'zal haqiqiy qirolichasi. Xunajin bu ham tug'magan, ko'rkirich. Ana orqa tomondan ko'rinishni. Yelin solib turib, Xudo xolasa 15-20 kunda uni ham bolasi oldiga tushadi. Bu mollarda akalar biz YouTube'ga qo'yganmiz. YouTube'ga qo'yib, ular 6 ta edi, sotdik. 2tasi sotildi. Ketdi ular. Bittasi Namanganga ketdi, bittasi o'zimizni Quvada qoldi. Bu tomosha qilib, ana boshqatdan bir boshdan ko'rsataman. Bular ham sotilgan mollar. Mana bu jonivor hali birinchi ko'rsatganim. Bu ham bo'g'oz edi, kecha tug'ib qo'ydi, lekin barakadan keyin tug'di. Ikkinchisi, uchinchisi, uchalasi 83.500.000 so'mga Qashqadaryoga sotildi akalar. Bitta, ikkita, uchta. O'zim uyimda turib mana sog'in bo'ldi u mol. Tayyor sog'in sigir bo'lib boradi. Olgan odam baraka topsin. Pulidan biz baraka topaylik. Ozmi ko'pmi baraka qilib. Polvonim, Xudo xohlasa mana shu bolani to'yiga mana shunday boshdan baqayapman. Yaxshi niyatda kelgan mehmonlarni oldiga chiroyli qilib go'shtlarini qo'yib, ser go'sht qilib to'y qilamiz o'g'lim, inshaalloh. Havas qilib boqyapman. Yaxshi niyatda. Mana boshchi. Mana shunaqa go'zal mollar bo'ladi, Xudo xolasa doim bizda. Kelinglar, olinglar, baraka topinglar. Inshaalloh hammalaring uchun xizmatdaman. Doimo duoda bo'linglar. Sizlar duolaringga biz muhtojmiz. Sizlar duolaring, qo'llab-quvvatlashlaring bilan biz ishlarimiz oldinga yuraveradi. Xudo xohlasa yana yangi sigirlar, yangi bo'g'ozlar keladi. Hammasini doim ko'rsatib boraman. Chiroyli qilib sizlarga doim shunaqa yaxshi kontentlar qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yishlaringni sizlardan iltimos qilamiz. Yaxshi kunlarda, yaxshi joylarda uchrashaylik. Iloyim hammalaringga sog'lik, omonlik tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.